ustoz bir chaqib bir choyga so'zmatliga bo'lmaydi. Biz qilganni qilish kerak. Biz bilan teng mustabid kurash qilish kerak. To'g'ri. 1996 yil boshida mana hozir 13 kunlik qarar bolalar bu izbosarlarni ko'rib, shaxsan men biramda peshqadam intayin xursand bo'ldim, xotirjam bo'ldik. Izbosarlar yana shunday yaxshi yetishib chiqdi ekan. Muqamning o'zimi tarixdan tortib muqamning o'zimi shunda avlod shunda izbosarlarimiz shunda muqamchilar kuch ulab bugunga kelgan emasmi? Shuning uchun biz bilan xursand bo'ldik, xotirjam bo'ldik. Zaman sanat şoyan bilen biz cemiyet otursa yaman çok fark olib kaldı. Çünkü bizim balla sanatkar bu en yaxşı, en yukarı şu seviyedeki eserlerin itiraf cemiyeti çıkanda belki cemiyet ulanı kabul kılanmazlık meselesi var. Bizim ballamı bu kabul kılanmazlık çidimedi. Royu aciz kep kaldı. Lekin men ne kadar oylayman deseniz cemiyette mektep otursa mektepteki eserler cemiyete çıkış gerek. Şu arkalık mektepni cemiyet biliş gerek. Vay yaxşı